3 ta shiorim bor. Avvalambor rostgo'ylik. Bitta katta zavod qurish meni maqsadim edi-da. O'zim yoshligimdan qiziqqanim uchun menda qo'rquv bo'lmagan. Shu zargarlik klasterini birinchilikda topshiraman deb turib kecha kunduz uxlamaganman. Rostgo'ylikda ham uyingizda baraka bor. Nima ish qilsam ham onam bilan maslahat qilar edim. Tadbirkor bo'laman degan ayolmi, erkakmi hech qachon ikkilanish kerak emas. Albatta orzuyimga erishdim. Assalomu alaykum. Efirda biznes sirlari ko'rsatuvi. Bugungi dasturimizda 14 yoshdan savdogarlik sir-sinoatlarini o'rgangan andijonlik tadbirkor ayol va uning biznes sirlari haqida ma'lumot beramiz. Iroda Ne'matova Andijon shahrida kichik bir oilada tavallud topgan. Bolaligidan sho'x shaddod, aytgandan qaytmaydigan qiz bo'lgan. Bugungi kunga kelib, Iroda opaning yillik aylanma mablag'i 20 milliard so'mni tashkil qilmoqda. Ushbu ko'rsatuvimiz orqali Iroda opaning tadbirkorlik faoliyati va tilla buyumlar biznesining sirlari haqida ma'lumot beramiz. Jahon bozorida o'zimizni tilla buyumlari sotish maskani bo'lardi. Shunda men yoshligimda chiqib savdo bilan shug'ullanardim. Ammo epchil qiz edim. U paytlari bizda tilla zargar buyumlari bilan oldi sotdi qilish juda qiyin edi. Mana shu o'zimni zargarlikka qiziqqanim, o'zim yurakdan ishlaganim, mana hozirda ko'rib turibsiz, butun katta Andijon viloyatida zargarlik ishlab chiqarishini, klasterini barpo etdik. Qahramonimiz dastlabki 5 yil savdo-sotiq sirlarini o'rgangan. 5-yildan sekin astalik bilan o'zi mustaqil ish boshlagan. Suhbatdoshimiz o'z biznes faoliyatini bir komplekt tillazirak savdosi bilan boshlagan. Tinimsiz ravishda izlangan va zargarlik sohasini yaxshilab o'rgangani uchun yuqori natijaga erishdi. 2016-yilda Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov tomonidan bizga yer ajratilib berilgan. Shunda bizni viloyat hokimimiz ayollarga va zargar bilan shug'ullangan zargarlarimizga keng yo'l yaratishga menga yaqindan yordam bergan va shunda biz jahon bozorimizga yer ajratib berilgan. Birinchi meni YTT ochganman. Tadbirkorlikka kirib kelganman. Tadbirkorlikka kirib kelganimda qonuniy ishlash menga yoqqan edi. YTTdan foydalanganman. YTTdan foydalanib kelib ish yuritganimda bu jahon bozor tashlandiq yerlar edi. O'zim ishlab toshli, ko'katli yerlarda asfaltlar qildik, navislar qildik va zargarlarimizga shart-sharoitlar yaratdik. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, Andijon jahon bozorida YTT orqali zargarlar bilan ishlab kelganman. Ishlab kelib u yerda tizimiga tushirganimdan so'ng meni orzuyim edi Andijonimizda zargarlik klaster katta bino qurish maqsadim bor edi. Bugungi kunga kelib, Iroda opa Andijon shahrining markazida joylashgan Andijon zargarlik klasteri binosini barpo etib, foydalanishga topshirdi. 94-yil boshlagan bo'lsam, yosh qizcha, uni ichida turmushga chiqdim, farzandlar ko'rdim va yana ishimni davom ettirib yurgan paytimda bir sabablar bilan Ozarbayjon Bakuda tilla bilan shug'ullanadigan hamkorim bilan tanishib qolaman-da. Shunda men Ozarbayjonga borib, tilla sohasini yaxshi yana ham o'rganib va zargar xonalarigacha borib, zargarlar bilan gaplashib, u yerda bo'layotgan ishlab chiqarishlarni ko'zim bilan ko'p ko'rganim uchun men o'zimga niyat qilardim, albatta Andijonga bitta katta zavod qurish meni maqsadim edi-da. Andijonimda shunaqa Ozarbayjonda ishlab chiqarilayotgan tillalarni Andijonda ishlab chiqaraman degan maqsadim bo'lardi. Orzuyim edi. Muhtaram prezidentim 104-sonli qarorini chiqarganda men juda xursand bo'ldim. Juda mendagi xursandchilikni ko'rsangiz, shu zargarlik klasterini birinchilikda topshiraman deb turib kecha kunduz uxlamaganman. Qish bo'ladimi, qor yog'adimi, yomg'ir yog'adimi, menda uyqu bo'lmagan. Xursandchiligim ichimga sig'masdan viloyat hokimimizga yugurib borib, shu zargarlik klasterini birinchilikda qurishlikni aytganimda
qilamiz deb menga keng yo'l yaratib berdi. Noyabr oylarining oxirida loyihalari bilan shug'ullanishni boshladik-da va loyihalarda chizmalarini biz chiqartirib, dekabr oyida loyiha asosi bilan qurilish ishlarimizni boshladik. Mart oylarining oxiri va aprelning boshida biz binoyimizni 4 oy deganda bitkizib bo'ldik. Binoyimizda loyiha qiymatimiz 25 milliardga baholandi va 10 milliardini o'zimning mablag'imdan, 15 milliardini Milliy bankdan mablag'idan olib shu klasterda Andijon zargarlik klasterini barpo etdik. Markazimizda 5 qavatdan iborat, pastki qavatimiz zargarlik ishlab chiqarish zavodimiz bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatlari do'konlardan iborat. 36 ta do'konlardan iborat. Bu yerda o'zimizni pastki qavatimizda ishlab chiqarilayotgan zebi ziynatlar, tovarlarimiz binolarimizdagi do'konlarga tarqatiladi va o'zimizga kelayotgan mijozlarimizga albatta chiroyli dizayner holatida ishlab chiqarishini biz tashkillashtirib beramiz. Mana Ozarbayjonga men borgan vaqtimda zargarlarini ko'rardim, u yerda ishlab chiqarishlarini ko'rardim va meni orzuyim edi O'zbekistonga Ozarbayjon zargarlarini olib kelib, hamkorlikda birga ishlab, o'zimizdagi xomashyodan birga ishlab, o'zimizni milliyligimizni va trendda hozir bo'layotgan zargar buyumlarni ishlab chiqarishlikni men orzu qilardim. Albatta orzuyimga erishdim. Mana Ozarbayjonliklarim bilan birga shartnomalar qildim va Italiyadan biz dastgohlarimizni olib kirib kelyapmiz. Hozir yarim foizi qoldi. Ular o'zlari kelib, albatta siz bergan dastgohlar bilan ishlamaydi. Chunki ularda o'zini dizayneri va o'zini ishlab chiqarishi va ishlarimizni sifatli bo'lish uchun Italiyadan kelayotgan dastgohlarni zakaz berdikda, albatta ayol kishiga juda qiyin ish bu. Ishni olib borish bu tilla sohasida zargarlar bilan, zargarlik savdosi bilan shug'ullangan ayollar bilan ishni olib borish juda qiyin, mas'uliyati juda qiyin. Chunki buni hamma ham qilmaydi. Hamma ham bu ishni zimmasiga yuklanmaydi. Men o'zimda, yuragimda shijoatim borligi uchun, tilla bilan o'zim yoshligimdan qiziqqanim uchun menda qo'rquv bo'lmagan. Farzandlarni shijoatli qilib tarbiya qilish uchun men aytamanki, faqat halollikda ish katta, rostgo'ylikda. Birinchi navbatda rostgo'ylik. Rostgo'ylikda ham uyingizda baraka bor, ham maqsadingiz aniq. Menda 3 ta shiorim bor. Avvalambor rostgo'ylik, sabr va yaxshi niyat. Onam ko'proq menga dalda bo'lardi. Haqiqatan onamni rejasidan chiqmagan qizman. Onam nima ish qilsam ham onam bilan maslahat qilar edim. Onamga aytardim, men shu ishni qilaman, yo shu ishni boshlayman desam, onam menga to'g'ri yo'l ko'rsatgan. Va onamni yo'lida yurib kam bo'lmadim. Hammani ham o'ylayman, onasi albatta bolalariga mehribon va qattiqqo'lligimiz ham bor. Onam ozgina qattiqqo'lligi ham bor. Bir ishni qilsam, ayb ish qilsangiz, albatta so'kish eshitasiz-ku. Iloji boricha men so'kish eshitmaslikka harakat qilardim. Chunki onam gapirsa, gap ham qaytara olmardim-da men. Shu onamni qattiqqo'lligi, bir qattiqqo'llik qilib bir narsa qilmaydi. Gapi bilan yetkazib beradi sizga. Shunga nima ish boshlasak ham onam bilan otamni duosini olamiz. Hayotda hammada qiyinchilik bo'ladi, borlik bo'ladi. Bizi onamni 5 ta farzandimizda eng kattasiman. Bizni mahkam ushab, yemay yedirib, tarbiya qilib, onamni bizga to'g'ri bergan tarbiyasini yaxshi ko'raman.
Aziz tomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek suhbatdoshimiz halol mehnati va sabr toqati bilan kichik biznesdan katta natijalarga erisha olgan yurtdoshlarimizdan biri. Eng asosiysi shijoat, jasorat, ishonch va tinimsiz harakat. Shunda yaxshi natijaga erishasiz. Yangi biznes boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarimizga men albatta aytaman, tajriba o'rgansin. Chet davlatlariga chiqishlikda va u yerda qilayotgan ishini boshlashdan oldin albatta shu ishiga o'ziga bo'lgan mas'uliyatini ko'rib, o'rganib, bir-biridan tajriba olsa, keyin o'zini yo'nalishini boshlasa turtilmaydi-da va to'g'ri yo'lni tanlagan bo'ladi. Albatta tadbirkorda hisob-kitobi bo'lish shart. Bu degani raqamlarni bildiradi. Hisob-kitobini o'rnida, e'tiborida bo'lgan tadbirkor yutkizmaydi. Hisob-kitob qilsak, 30 yildan beri shu zargarlik buyumi bilan ishlab kelganman. Qarangki, bitta oddiy qiz zargarlikka qiziqqanim va bitta maqsadim bo'lgani uchun qaysi darajaga erishganimni ko'rib turibsiz. Bunda tadbirkor bo'laman degan ayolmi, erkakmi hech qachon ikkilanish kerak emas. O'zi xohlagan ishga qo'l urish kerak. Shundagina maqsadiga erishadi. Bu ishni qilib ko'rib ham, bo'lmasa u ishni qilib ko'rib ham, bo'lmasa u odamda oxir manzili yo'q. Tadbirkor oldiga birinchi o'zini maqsadini qo'yib turib, men shu ishni uddalayman, men shu ishni qila olmayman deb o'zini harakatini va maqsadini oldiga qo'yganki, odam tadbirkor bo'ladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda ayollarning biznes sohasiga kirib kelishi va unda faoliyat olib borishi sezilarli darajada o'sdi. 2025-yilga oid hisobotda qayd etilishicha, bugun mamlakatimizda 2,1 millionga yaqin ayollar o'z shaxsiy biznesini yuritmoqda. Ayollar tadbirkorlikni boshlashdagi asosiy to'siqlardan biri moliyaviy resurslar yetishmasligi hisoblanadi. Moliyaviy resurslarni ta'minlash uchun yaqin atrofingizdagi imkoniyatlardan to'liq foydalaning. Boshlanishiga mablag'ingiz yetmasa, yaqin ishonchli insoningizdan ko'paytirmaslik sharti bilan qarz oling va biznesingizni boshlang. Biznes boshlashda birinchi va asosiy bosqich g'oya tanlash va uni bozor talabiga moslashtirishdir. Tahlillarga ko'ra, har qanday biznes g'oya avval kichik tajriba orqali sinovdan o'tkazilishi kerak. Agar bu bosqichga e'tibor berilmasa, vaqt va mablag' behuda sarflanishi mumkin. Masalan, yangi ochilgan oilaviy kafe mijozlarni jalb etish uchun nafaqat mazali ovqati, balki boshqalardan ajralib turuvchi servis konsepsiyasiga ega bo'lish shart. Shuningdek, ayollar qisqa muddatli ta'lim kurslarida marketing, buxgalteriya, raqamli texnologiyalar va boshqaruv bo'yicha bilim olishlari katta ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, mentorlik dasturlari orqali tajribali tadbirkorlarning bilim va ko'nikmalarini boshqalar bilan bo'lishish ayollar uchun yo'l yo'riq vazifasini o'taydi. Bugungi raqamli davrda ayollar uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Elektron tijorat, onlayn to'lov tizimlari, ijtimoiy tarmoqdagi marketing orqali mahsulotlar va xizmatlarni keng auditoriyaga yetkazishlari mumkin. Xususan, uy sharoitida ishlovchi ayollar o'z mahsulotlarini internet platformalari orqali sotish, bozorda o'z o'rnini topish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Qadrli tomoshabin, yuqorida aytib o'tilgan bilim ko'nikmalariga amal qilsangiz, biznes boshlashingiz osonroq kechadi. Yana bir muhim qoidani unutmang. Biznes tavakkalchilikka asoslanadi. Shunday ekan, boshlayotgan tadbirkorlik faoliyatingizni yaxshilab o'rganib, tavakkal qilavering. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.